Assalomu alaykum. Shu Turkiyadagi barliq yondashlarim. Men shu Taylanddagi 48 Uyg'urning birisi 13 kundan yangisimi shu Taylandda tutilib turayotgan. Mana hozir bugungi kunga kelgan vaqtning o'zida Tayland bizni Xitoylarga evet bermekçini ötküzüp bermekçi hazır. Şunu ciddi halette bu Tayland bizlerini Xitoyga ötküzüp berish mushaqat qattiq xizmat ishlayotidu ve bizlarni hozir mesela har qaysi davlatlarda ve har qaysi xabar kanallarida bu bizning ishlarimiz xabarga chiqqan bo'lsa-mu, lekin bu Tayland bizni Xitoyga qaytarib berishdan zadila yanmayyotidu ve to'xtamayyotidu. Shuning uchun biz shu erkinlikdagi ve şu erken devletlerde yaşayotgan barliq qarindoshlardan ciddi yardım so'raymiz. Bu yardım bo'lsin shu har bir sanlar taqtimlar bo'yicha shu Tayland konsuliyasining oldiga berib, bizlarni Xitoyga o'tkazib bermaslik ve bizlarni Xitoyga qaytarib bermaslik ve bizlarni uchinchi bir erkin davlatga chiqarish degan mushaqqa ciddi bir hozirning o'zida mush gapni olgan hamonning o'zida darhol bir shunga harakatlansanlar deb shuni umid qilamiz Alloh rizoligi uchun. Şunu eğer bizni eğer Xitoyga qaytarib ishlar bo'ladiganligini hamma fuqsida şunu hazır jim o'tirib ananligin bizni Xitoyga qaytarib bo'lgandan adida pedide voy andaga mundaga deb manitillab o'tirganning hech qanday ahmiyat yo'q. Şunu hazır biz bunu bu yerda bu vaqtimizni ciddi derhal bir bizga yordam qilish uchun bo'lsin, Alloh rizoligi uchun bo'lsin, bir derhal bir harakat qilib, shuni bizga yordam qilsanlar bo'libdi. Şunu belki şu oxirgi so'zimiz bu bo'lishi mumkin. Belki bir Alloh rizoligi uchun Allohning xohishi bo'yicha bir to'xtatib qolsak bir akillikka chiqib kelishimiz mumkin. Amsa yordamlarni so'raymiz. 48 qarindosh Taylandga. Alloh qo'monat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.